O'rtoqlar, lokatsiyani bombasiga kelganmiz. Eshitdinglar, Yunusobod 19-kvartal. Shundoqqina Sogo marketni ro'parasidan kirganda 5 qavatli panelli uyimizni 2-etaji, ko'pchilik xohlagan etajda. 3 xona 78 kvadrat kirib yashash uchun tayyor xonadon. O'rtoqlar, oxirigacha ko'ringlar, uyi bilan tanishtiraman. Uyga kirganimizda prixoshka ko'rasizlarmi? Kengligini, xohlaganingizcha mebellarini, xohlaganlar o'zingizlarning xohishingizga ko'ra yasatirsalar ham bo'ladi prixoshkasiga. Xo'p, birma-bir xonalarni ko'ramiz. Chap qo'lda birinchi ko'rishingiz uchun birinchi xonamiz. Ko'rayotganinglar detskiy xona. Xo'p, buni yonginasidan yana bir xonaga kirsak bo'ladi. Ko'rishingiz uchun yotoqxona. Ko'rayotganinglar. Xo'p, bu tomonda kladovочный qilib foydalanyapti. Kattaligini ko'rasizlarmi? Bemalol garderobni qilib yokida buzib tashlab, prostransiyani kengaytirsalar ham bo'ladi. Раздельный санузел. Hojatxonasi to'liq foydalanishlik uchun tayyor. Ko'rayotganinglar, hammomi. Xo'p, dalcha bu tomonga yuradigan bo'lsak, kuxnyamiz. O'tirib choy ichishlik uchun chiroyli sharoitlarni qilib, mягкий zonalarni qilib qo'yganlar. Xo'p, nariyoq tomonda verandaga, ya'ni oshxonani ko'chirilgan. Ko'rayotganinglar, 2 ga 6 veranda, kattagina keng. Xo'p, uyimizni 3 xona nariyoq tomonga chiqadigan bo'lsak, ko'rayotganinglar, konditsionerlar, mebellar qoldiriladi, gilam pardalar, bitta texnikalari ham qoldiriladi, qolganini kelishsanglar bo'ladi. Bu yerda zal ko'rayotganinglar, ko'rasizlar. Xo'p, uyimiz nima deyapti? Remont holatlariga hamma joylariga e'tibor berishlarini so'rayman, chunki juda ham sifat bilan o'zligi uchun qildirilgan ekan remontlarni. Eng qiziq joyi narxiga. O'rtoqlar, narxini bu hududga qancha deb o'ylaysizlar? Biz ushbu xonadonimizni 86 ming yana kelishtirgan joyi bor deb qo'yamiz. Qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotini olinglar.